yaxshi odam bo'lish ham baribir iste'dodda, to'g'rimi? Talant bu ham bitta. Chunki ayniqsa meni darajamda bu bilmayman endi. Maktabda ham faqat maqtov yo'li, faxriy yo'lovlarimga eng yaxshi o'quvchi deb berishadi. Fanlarda chunki shansim yo'q-da, kitobxonalik, tez o'qish, diktan yo'q. Prosta mavjudligi uchun deb bermasda, yaxshi odam deb berishardi haqiqatdan. Menga o'xshagan odamlarni qizil kitobga kirita olish kerakmikan degan fikrga kelaman-da. Ota-onam ham eng yaxshi farzandiman. Aytish olmaydi, ammo men bilib turaman. Eng yaxshi aka, eng yaxshi uka nominatsiyasi bo'yicha shu sayyoramiz bo'yicha menimcha birda bo'lsam kerak deb ham o'ylayman. Har kuni sahar 11 da turaman. Bu ham bir iste'dod haqiqatda. Chiroy bo'lsa endi o'zingizlar bilasizlar bu. Chiroylilar ko'p davlatda tug'ilib, bu darajada chiroyda ajralib turish ham haqiqatda hammanglarni baxtinglarga sog' bo'lay, uzoq umr ko'rib, dunyo turguncha turib turay, mayli.